Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 1-iyun sanasi do'stlar ko'rishlarim mumkin. Gilosimizni holatiga baho beriladi do'stlar. Holati uje 1.77 emas, 1.77 ga chiqdi. Eng qizig'i do'stlar, holatlari, gilos holatlari o'ta chiroyli bo'lgan do'stlar. Uzunligi 200 metrda do'stlar. Holatiga yaqinroq kelib ko'rsataman do'stlar. Bu realtiya go'yimiz. Mana do'stlar. Holatiga bittadan baho beramiz. Ob'yom ko'rsatib yuboring. Do'stlar, buni chimdib ham qo'ydik, bu ko'chalarni chimdib ham qo'ydik. Eng qizig'i do'stlar, gilosni holatiga baho beramiz. Buni ko'ringlar. Holatlari shunga yetdi, tagi vishnada do'stlar, bitta 8-10 xonavlarimiz bor. Gilosni eng nimasi, baholasa ekasizlar meva qiladigan gilosni holati mana. Buni ko'ringlar. Gilos o'ta nomeradin bo'lgan, mana. Holatlari zo'r, yaqinroq kelib ko'rsataring. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin mana. Realtiyaga bir shoxda tarbiyalaganmiz. Gilosdan boqilaman deganlarga jo'natib bersizlar. Ustidan sej ko'chirib beramiz. Mehnatlarga bittadan like bosib beramiz do'stlar.